Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugungi ishimiz Oltinko'l tuman Qo'shtepa mahallasida. Bugungi ishimiz Saysantali Shivaki firmasining Aristolini resirkulyatsiya sistemasini qilib berganmiz. Mana sovuq kirib, bu yerdan issiq suv chiqadi, yana obratga turbasida bu yerdan qaytib, yana sovuq suv o'zi aylanib, svisitilni ochganda svisitilni ochishi bilan issiq suv tushadi. Shunga mana resirkulyatsiya sistemamizni qildik. EPA firmasining sirkulyatsion nasosi mana nimamizni qo'yganmiz, termostatorimizni gradusga moslab qo'yganda, deylik 60 gradusga qo'yganda suv aylanyaptimi, 60 gradusga yetishi bilan termostator tashlab sirkulyatsion nasos bilan o'chadi, suv aylanmaydi. Yana suv pasayganda sirkulyatsion nasos aylanib, ariston yonadi, shu bilan yana suvimiz issiq holatga qaytadi. Shu bilan nima desak bo'ladi? To'kdi ekonomikasi ham uy egasiga qulaylik sifatida shuni qildik. Shivaki firmasidan Saysantali Aristonidan mana bu yerda to'plik mollarimiz terilgan, girokonvektor inshaalloh nasib qilsa bu yerga norakat yo'limizdan qo'yib 400 kvadratlik moslab 40 kvadratlik norakat yo'lni qo'yamiz. Inshaalloh nasib qilsa 15-20 kunda bu obyektimiz bitib 400 kvadratlik xonadonimizni yakunlaymiz ishlarini. Rahmat, e'tiborlar uchun.